Kenjaku ikkinchi sezonning oxiri, ya'ni Shibuya insident arkida o'z maqsadiga yetdi. Satoru Gojo Princeton Realm kubi ichida qamalgan, Tokio lanetlangan ruhlar sababli xaos ichida va Mahitoni yetib borgandan so'ng uni texnikasi orqali va baryerlar sababli o'zi belgilab chiqqan odamlarni sehrgarlarga aylantirdi va butun poytaxt bo'yicha alohida baryerlar o'rnatib, Cooling Games nomli xatarli o'yinni boshladi. Uning maqsadi Tokio ichida jodugarlar o'rtasida janglar uyushtirib, lanetlangan energiya chiquvini oshirib, qudratli mavjudotdan gen bilan birlashish va butun Yaponiya aholisini tinchlanishini yangi cho'qqisiga majburan olib chiqish. Uni oldini olish uchun Tokio jodugarlik maktabi o'quvchilari Cooling Gamesda qatnashishi va o'yin ichida Angel yoxud Hanekuros nomli ishtirokchini topib, uni Yakobzunas nomli texnikasi orqali Saturn kubdan qutqarib chiqish va Kenjakuni orqali to'xtatish kerak bo'ladi. Shuningdek, Megumining opasi Tsumiki ham Kenjakuni qurbonlaridan biri bo'lgani uchun Hiromi Higuruma yoxud Hajime Kash nomli 100 ochkodan ko'p ball to'plagan jodugarlar bilan kelishib, ulardan yordam so'rash kerak bo'ladi. Xullas, mavsum davomida sizlar har doimgidek epik va hayajonli janglar, yangi qiziqarli personajlar bilan tanishuv va arkning oxirida Sukunadan ajoyib syurpriz kutib turibdi.